Birden dili soğuk çıkıp ketdi, hürmetlik vatandaşım keçirin. Endike mavzu, bugün geldik şiirimizden hemmisi Tayvan'a münasebetlik. Bazı cümleler de okşaşlık bolup kalsın, lekin teki dikkat kılın hürmetlik vatandaşım. Endike mavzu. Tayvan saylı seyahat kanunu. Jungo'nun bir kararga kelişige yardam kılamdı. Mavzulu haber 3. ayının 6. günü Dovi Torbiti ilan kılındı haber. Mındak başlar. Beijing vakti 3. ayının 5. günü Amerika matbuatları haber kılıp mındak görsetdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump balkim mushahabbi ishchida. Amerika Davlat Majlisining Avam palatasi, Kengash palatasi ma'qullagan Tayvan sayli san'at qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Li Xianjiang ham shundoq dalilladi. Amerika qonun chiqarib, qonunda belgilanishicha qonun loyiha Prezident Trump imzo qo'ygandan keyin kuchga ega bo'ladi. Lekin Prezident Trump imzo qo'ymasimi, qonun loyihani Amerika Davlat Majlisiga qaytirib etmasalar, bütün qonun loyiha kam bo'lganda 10 kun o'tgandan keyin, ya'ni 3. ayning 15. kuni o'zligidan önemga ega bo'ladi. Kuchga ega bo'ladi. Demak, qonun loyihaga prezident imzo qo'ymasimi, 10 kun saqlab tursalar, Davlat Majlisiga qaytirib etmasalar, 10 kun o'tgandan keyin tabiiy holda o'zligidan qonunga aylandi. Alasha. Qonun loyiha rasmiy qonun bo'lib yo'lga qo'yilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti va Tayvanning rahbarlari o'zaro ziyorat qilishga bo'ladi. Bundaq bo'lganda Amerika burun tuzib e'lon qilgan Tayvan munosabatlari qonuni ag'dariladi. Amaldan qoladi. Bu albatta Amerika Tayvan munosabatining g'ayri aloqador taraflik xarakterining besib etilganligidan darak berdi. Hozir Tayvan bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati g'ayri rasmiy munosabat. Yani alakadar taraflik emas, yani hükümet taraflik münasebet emas, gayri resmi münasebet. Eğer kanun ma'qullanıp Tayvan münasebetleri kanunu ağdırıldığan bolsa, o vaxtıda Amerika bilen Tayvan'ın münasebeti resmi, hükümet derdilik münasebet kaylı. Ala şehrini. Kompartiya kötek kaşığını pegadı. Bu siyaset bulupmu Tayvan müstakilligini xiyal qilib yurgan siyasi yo'llarga nisbatan Amerikaning e'tirof qilishiga erishganlikdir. Demak, Tayvan mustaqilchilarimi e'tirof qilishga erishgan bo'ladi. Diqqat vatandoshlarimiz, bizning endi shu qonun loyihaga imzo qo'ygandan keyin Prezident Trump bu qonun loyiha ko'chga, Tayvan sayli sayohat qonuni ko'chga ega bo'lgandan keyin bizning sizlarga so'zlaydigan so'zimizda o'zgarish bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Bu siyosatning muhimlik darajasi Tayvanni, ya'ni 10 necha davlat e'tirof qilishning darajasidan ortiqdir. Prezident Trump bu qonun loyihaga imzo qo'ysa, o vaqtida buning qimmati, ahamiyati xuddi 10 davlat biroqla Tayvanni e'tirof qilgandek, mushundaq bir daraja va mushundaq unumdanmi ortiqdir deydi, ahamiyati. Shuningdaki, vatandoshlarım, tarix sizdan, bizdan hargiz yiroq emas. Bu mening fikrim. Enlikdagi yana bir mavzu. Prezident Trump Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ydi. Prezident Tsai Ing-wen hem hoş buluvatıdı, hem endişe kılıvatıdı. Mavzulu haber 3. ayının 5. günü Dovi Torbiti ilan kılındı. Haber mındak başlar. Amerika matbuatları 3. ayının 5. günü haber kılıp mındak görsetdi. Bu cümle başka cümleye okşaş.
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump eng tez bo'lganda mushu hafta Amerika Davlat Majlisining Avom palatasi va Kengash palatasi ma'qullagan Tayvan sayli seyahat qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Biroq deydi xabar yozuvchi, bu qonun loyihaning ta'sirini umumyuzlik o'ylashganda ba'zilar Tayvanning siyosiy ovorchilik Tayvanga siyosiy ovorchilik paydo qilamu deb ansiraydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palatasi Kengash palatasining kayfiyatiga sal qarashga bo'lmaydi. Navbatda Amerika Jungo munosabati iqtisod, savdo qatlamida ziddiyatlarning o'rlayotganligini o'ylashganda, cho'ng davlatlar elishishning umumiy ehtiyojini buningga qo'shganda, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining texnik ko'p tadbiri qo'llanib, Prezident Trumpning Tayvan kartini o'ynashini talab qilishi mumkin. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen hukumati Prezident Trump hukumatiga yana ko'plab fikr talab qo'yib, Prezident Trump hukumati a'zolarining Tayvanni ziyorat qilishini ilgari surib, texnik ko'p siyosiy manfaatga erishdi. New York vaqt gazetining 2-22 kunidagi xabariga asoslanganda, Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanda qurilgan Tayvan jamiyati bu yil 6-oyning o'rtalarida yangi binoga ko'chib kirdi. Bu chaqda Amerika taraf Tayvan jamiyatining yangi binoni o'tkazadigan ochilish murosimiga qatnashishga kimni vatidi? 6-oyning o'rtalarida bu murosim Taybida o'tkaziladi ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari bu murosimga hukumat tarafdan kimni avatidi? Bu jamoat fikri diqqat qilayotgan bir nuqtadir. Qilch shubhisizki, navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy yo'llari Jungodan og'rinib keldi. Savdo iqtisod sohasidagi jiddiy munosabatlardan boshqa Amerika Davlat Majlisining qattiq qo'l a'zolari bu rayonning bexatarlik qatlamida Jungo bilan raqobatlashishga texmo e'tibor berdi. Bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Tayvan sayli seyahat qonunining ma'qullanishini Tayvanga yordam berganlik degandan ko'ra nuqul Jungoni ayblashda deb qaraganimiz tuzak. Nemishqa? Bu Jungoni ayblashda shunday oddiy bo'landi. Xabar yozuvchi efendi, bu siz oddiy qaravyapsiz bu ishga. Hech bunda oddiy emas. Siz bu ishni oddiylashtirmang. Siz bu ishni tuvan chaqlamang. Siz bu ishning Jungo Tayvan munosabati ko'rsatgan ta'siri emas. Jungo Kompartiyasining cho'nquruqlikdagi rahbarlik o'rni qanday ta'sir ko'rsatdi? Masalaning eg'irligi, salmig'i mana shu yerda xabar yozuvchi do'stlar.